Я сказал клевету, сказал неправду и ложную информацию. За это я извиняюсь и за то, что выложил это видео. Holat yuzasidan qo'shimcha axborot. Ohangaron shahrida ichki ishlar organi xodimini voyaga yetmagan qizning nomusiga tekkanlikda ayblab, bu yolg'on xabarni ijtimoiy tarmoqlar orqali sizdirgan 18 yoshli shaxs. Сидел сотрудник ППС в машине, девочке 14 лет. Помогите, это педофилия со стороны сотрудника милиции. U hodisa ishtirokchilari va guvohlarning ko'rsatmalari hamda holat yuzasidan o'tkazilayotgan surishtiruvlar davomida o'zining barcha qilmishlarini tan olgan. Men o'sha voqeada bo'lganman. Hech qanaqa unaqa pedofilik, tegincholik bo'lmagan. Сотрудником ППС в машине была еще одна девушка. Девушка, которая была на видео, мне не родственник. Я за это извиняюсь. Выложил видео в интернет с 27 по 28 апреля. Снял видео в интернет, как сотрудник ППС сидит в машине с девушкой, назвав его педофилом. Я прихожу к мнению, что я выложил неправду, это все клевета. Я перед ним извиняюсь. Мне жаль, что я так поступил, что неправильно выложил видео, что сделал клевету и ложную информацию о нем. Я перед ним извиняюсь. Shuningdek, ushbu fuqaro tomonidan internet orqali video murojaat yo'llangach, holatga aniqlik kiritish maqsadida u ichki ishlar binosiga chaqirtirilganda, fuqaro xodimlarning qonuniy talabiga bo'ysunmay, bino hududida janjal ko'targan. Не, я имею право сотрудника полиции записывать. Я имею... Aynan mazkur holat yuzasidan jinoyat ishlari bo'yicha Ohangaron shahar sudining qarori bilan ushbu shaxs va uning 2 nafar tengdosh sheriklariga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 183, 194 va 195 moddalari bilan 7 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlandi. Shu bilan jarayonlar yakuniga yetmadi. Fuqaroga nisbatan ichki ishlar organi xodimini qasddan obro'sizlantirish, jahon axborot tarmog'i orqali yolg'on axborot tarqatish hamda guruh bo'lib transport vositasiga shikast yetkazish holatlari yuzasidan vakolatli organlar tomonidan tergov harakatlari olib borilmoqda. Har qanday holatda qilmishga yarasha qonun ustuvor, jazo esa muqarrardir.